Zalolatga ketuvchilarning aldanishi. Avval zalolatga ketuvchilarning aldanishidan boshlaymiz va u ikki qismga bo'linadi. Dunyo hayoti aldab qo'yganlar va shayton yo'lidan urganlar. Dunyo hayoti aldaganlar. Naqd nasiyadan yaxshidir. Dunyo lazzatlari aniq va oxirat lazzati shakdir. Shakni deb aniq tark qilinmaydi, deb e'tiqod qiluvchilardir. Bu noto'g'ri qiyos va u iblisning qiyosidir. Alloh taoloning la'nati bo'lsin. Men undan yaxshiman dedi va yaxshilik nasib, ya'ni kelib chiqishda deb gumon qildi. Bunday aldanish ikki yo'l bilan muolaja qilinadi. Birinchisi tasdiq, ya'ni iymon. Ikkinchisi hujjat. Tasdiq deb Alloh taoloning ushbu so'zini tasdiqlash, unga ishonishga aytiladi. Allohning huzuridagi narsalar yaxshi va boqiydir. Shuaro surasi 36-oyat. Bu dunyo hayoti aldamchi matodan o'zga hech narsa emas. Hadid surasi 20-oyat. Va shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib kelgan barcha narsani tasdiqlashga aytiladi. Ammo hujjatga kelsak, qiyosning noto'g'ri ekanini bilish hujjatdir. Dunyo naqd va oxirat nasiya degan xulosa to'g'ri, lekin naqd nasiyadan yaxshi degan xulosa unchalik ham aniq va to'g'ri xulosa emas. Agar naqd nasiya bilan teng miqdorda bo'lsa yoki nasiya naqddan ko'p va yaxshi bo'lsa, nasiya yaxshi bo'ladi. Oxirat abadiy va dunyo abadiy emasligi ma'lum. Ammo dunyo lazzati aniq va oxirat lazzati shak degan xulosaga kelsak, u xato xulosa. Chunki oxirat lazzati mu'minlar uchun aniq, shak emas. Iymon va tasdiqqa erishish ikki xil bo'ladi. Birinchisi payg'ambarlar va olimlarga taqlidan paydo bo'ladi va bu xuddi mohir tabibga taqlid qilish kabidir. Ikkinchisi payg'ambarlarga bo'lgan vahiy va avliyolarga bo'lgan ilhom orqali paydo bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oxirat va dunyo ishlari haqidagi bilimlari Jabroil alayhissalomga taqlidan paydo bo'lgan degan gumonga hargiz borma. Bunday e'tiqoddan Allohning o'zi asrasin. Barcha narsalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun kashf bo'lgan va xuddi sen his qilinadigan narsalarni ko'zing orqali ko'rganing kabi, u zot ularni basirat nuri ila ko'rganlar. Keyingi fasl Robbilariga iymon keltirgan, lekin aldanishda osiylarga sherik bo'lganlar haqidagi fasldir. Keyingi videoda chiqadi. Iltimos, kanalimizga obuna bo'ling.